La ilahe illallah'ın şartları. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvende diktanlağa Hafiz el-Hakami rahimahullah'ın Ma'aricil Kabul degan asırdan ilingan La ilahe illallah'ın şartları namlı asırını okuyumuz inşallah. La ilahe illallah'ın şartları. Birinci şart el-ilm, yani ilim. La ilahe illallah'ın manisi ve gayesi muayyenleştiriş ve inkar kılıştan ibaret bulup, ilim bu cihetteki cehaletini yoktudu. Sure Muhammed 19. ayet. Allah subhanahu ve teala şundak deydi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاعلم أنه لا إله إلا الله. Tercümesi, bilgin ki Allah'tan başka ibadetke layık hiç ma'bud berhak yoktur. Sure Zuhruf 86. ayet. İlla men şehide bil hakkı ve hum ya'lemun. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. Tercümesi, fakat bilgen halda hakka guvahlık bergenler, yani Allah subhanahu ve teala'nın birlikiga iman keltirgen ve onun buyurganlarına boysunganlar bunundan müstesna. Bu ayetning ma'nisi qalbida bilgen halda la ilahe illallah deb guvohlik berdi ve bunun ma'nisini tilida talaffuz qiladi deganlikdir. Allah subhanahu ve teala Sure Ali İmran 18. ayetida şundaq deydi. Şehidallahu ennehu la ilahe illa huve vel melâiketu ve ulul ilmi qâimen bil qist. La ilahe illa huvel azizul hakim. Tercümesi, Allah adaletini berpa qilgan halda guvohlik berdi ki, uningdan başka ibadetke layık hiç ma'bud yoktur. Periştilermi, ilim ehlilerimi şundaq guvohlik berdi. Uningdan başka ibadetke layık hiç ma'bud yoktur. O mutlaq g'olibdir, hikmet bilen ish qilg'uchidir. Allah subhanahu ve teala Sure Zümer 9. ayetide şundaq deydi. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُلُو الْأَلْبَابِ. Tercümesi, eytqin ki, biladiganlar bilen bilmeydiganlar baravar bolamdı, fakat sağlam akıl egileri ibret alıdı. Allah subhanahu ve teala Sure Fatir 28. ayetede şundaq deydi. İnnemâ yakhşallâhe min ibâdihil ulemâ. Tercümesi, Allah'ın bendelleri içinde Allah'tan fakat alimlarla korkudu. Allah subhanahu ve teala Sure Enkebut 43. ayetede şundaq deydi. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Tercümesi, biz insanlığa bayan qilgan bu temsillerni fakat alimlarla düşüneleydi. İmam Müslim rahimahullah Sahihul Müslim'de Osman radiyallahu anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin şundaq deganligini rivayet qilgan. Tercümesi,
Kimiki la ilahe illallah, yani Allah'tan başka ibadetke layık ilah yo'qligini bilgen halda ölse cennetke kirdi. İkinci şart el yakin, cezm. La ilahe illallah'ın ikinci şartı şek şübheni yo'qotadigan cezmdir. Yani bu la ilahe illallah degan kişinin bu sözünü onun dalaletiga to'liq jazm qilgan holda qat'iy ishonch bilan deyishidir. Chunki shaklik ilmning ziti bo'lgan jazmlik ilm bo'lmasa, iymon vujudga chiqmaydi. Iymonga shak aralashsa qandoq bo'ladi? Allah subhanahu wa ta'ala Sure Hujurat 15. ayetide şundak deydi. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Tercümesi: Fakat Allah'a ve onun peygamberiga iman keltirgen, andın imanı da şek keltirmegen, malları bilen, canları bilen Allah'ın yolunda cihat kıyganlar müminlerdir. En şula iman davası da rastçıllardır. Şunun için cezm müminlerin Allah subhanahu wa ta'alaga ve onun peygamberiga bo'lgan imanı da rastçıl bo'lishning şartı bulup, ularda la ilahe illallah to'g'risida hech qanday aniqsizlik yoki shak shubha yo'qdir. Jazmning ziti bo'lgan aniqsizlik munofiqlarning illatlaridandir. Allah subhanahu wa ta'ala bizni bulardan bo'lib qilishdan o'z panohida saqlag'ay. Allah subhanahu wa ta'ala bular to'g'risida Sure Tavba 45. ayetida shundoq degan. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. Tercümesi: Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sendin fakat Allah'a ve ahiret günüge işenmeydiganlar dillerida Allah subhanahu wa ta'ala'nın birligiga ve senin peygamberliginge gumanı barla ruhsat soraydı. Ula öz gumanıda tınırqap yürüdü. Sahihul Müslim'de Ebu Hureyre radiyallahu anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şundak deganligi rivayet kılıngan. Tercümesi: Men Allah'tan başka ibadetke layık hiç ilah yo'qligiga ve mening Allah'ın Resulü ikenligimge guvahlık bermen. Allah'ın bendilerinden her kandak biri bula, yani muşu iki şehadet doğrusida şek kılmagan halda bu iki şehadet bilen Allah'a uçurasa çokum cennetke kirdi. Yeni bir rivayette Allah'ın bendilerinden her kandak biri bula, yani muşu iki şehadet doğrusida şek kılmagan halda bu iki şehadet bilen Allah'a uçurasa cennetke kirişten çeklenmeydi deyilgen. Sahihul Müslim'de yine Ebu Hureyre radiyallahu anhu'dan rivayet kılıngan uzun hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre radiyallahu anhu'a özünün ayığını tutkuzup, sen muşu bağının arkasında Çin kalbiden la ilahe illallah diyen her kandak adamını kösen, onunla cennet bilen hoş haber bergin digen. Bu hadiste körüstilgenidek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem
La ilahe illallah degan kishining jannatga kirishiga, shu kishining buningga chin qalbidan jazm qilishini, bu haqda hech qanday shak shubhisi bo'lmasligini shart qilgan. Shu vajidan agar jazmdan iborat shart hozirlanmasa, jannatdan iborat mukofotmi yo'q chiqadi. 3-chi shart al-qabul, qabul qilish. La ilaha illallohdan iborat bu so'z taqozo qiladigan qabul qalb va til bilan bo'ladi. Allah subhanahu va taala o'tganki ummatlar orasidagi qutulganlar va la ilaha illallohdan iborat bu so'zni rad qilganlarga berilgan jazo to'g'risida xabar bergan. Bu haqda Allah subhanahu va taala Sura Zuhruf 23-oyatidan 25-oyatigacha mundaq degan. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. Tercümesi: Shuningdek, senden ilgari har qachon biror shaharga ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar avazsakla, uning davlatman odamlari biz haqiqatan ota-bobollarimizning bir xil dinga e'tiqod qilganligini bilamiz. Shak shubhisizki biz ularning izlaridan mangamiz deyishdi. Har payg'ambar o'z qavmiga ota-bobonglar e'tiqod qilib kelgan dinga qaraganda eng to'g'ri bir dinni keltirsam, yanala ota-bobonglarga ergishamsizlar dedi. Ular sizlar ilib kelgan dinga ishonmaymiz deyishdi. Biz ularni jazoladik. To'g'ri yo'lni inkor qilguvchilarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qarag'in. Allah subhanahu va taala Sura Yunus 103-oyatida shundoq deydi. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. Tercümesi: Andın keyin payg'ambarlarimizni, iymon etganlarni azobdan qutqizdik. Iymon etganlarni qutqizishga mushundaq mas'ul bo'lamiz. Allah subhanahu va taala Sura Rum 47-oyatida shundoq deydi. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. Tercümesi: Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, şübhisiz ki senden ilgari nurg'un payg'ambarlarni qavmiga payg'ambar qilib avatdiq. U payg'ambarlar ularga o'zlarining rost payg'ambarliklarini isbotlaydigan nurg'un ro'shan mo'jizalarni ilib keldi. Ondan osiylik qilganlarni jazoladik. Iymon etganlarga yordam qilish bizga tegishli bo'ldi. Allah subhanahu va taala bu oyatlarda bizga
La ilaha illallah'ni qabul qilganlar uchun mukofotlarni va'da qilganligi va La ilaha illallah'ni rad qilganlar uchun azob tayyorlaganligi haqida xabar bergan. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda Sura Safat 22 oyatidan 36 oyatigacha shunday deydi. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. Tercümesi Allah periştilerge eytidi. Zulüm kılgıcılarını ulanın müşriklikteki, küfrdeki qayaşlarını ve ulanın Allah'ını koyup ibadet kıygan nesillerini mahşergahga toplanlar. Andın ulanı devzakның yoluğa başlanlar. Ulanı tok tutup durunlar. Çünkü ula cimi sözleri ve işlerinden sual sonra kılındı. Andın ulağa nimişqa dünyadaki çağlarınlarda xiyğınınlardek bir-birinlarga yardım qılmaysılar deyildi. Belki ula bugün boysunğuculardır. Ula bir-biriga qarab munozirlashidi. Әгеш күчілер, әгеш түргічілерге, сілер сөзіңларның растлыққа қасам ішіп, бізні имандың тосойттыңла, дейді. Әгеш түргічілер, әгеш күчілерге ейтіді. Сілер өз ixtiyarınla білән mümin болмадыңла. Bizning sizlarni bizga ergishishga zo'rlaydigan kuchimiz yo'q edi. Balki sizlar bizga o'xshash ozg'an qavm edinglar. Rabbimizning bizning haqqimizdagi jazolash so'zi bizga tegishli bo'ldi. Biz haqiqatan shu so'z bo'yicha azobni cho'qim tetig'uchimiz. Sizlarni biz ozdirdik. Çünkü biz hakikaten azgan idik. Ula yani ergeç türküçiler bilen ergeç küçüler bu günde yani kıyamet günü de azapta ortaktır. Biz hakikaten günahkarlığa muşundak kılımız. Yani ergeç türküçiler bilen ergeç küçülerinin hemmisine azap kılımız. Ula hakikaten muşundak idi ki, ulağa
bir Allah'tan başka ibadetke layık hiç ilah yok denla değilse, kelime tevhiddin tekabburluk kılıp baş tarttı. Ula ilahlarımızı hakikaten bir mecnun şair üçün, yani onun söz üçün taşlı itemdok deytti. Allah subhanahu ve teala ulanın cezalanış sebebinin La ilahe illallah'a karşı tekabburlu kıyanlıkları ve bu şehadetini elip gücünü yalğanğa çıkarganlığı ikenlikini bayan kıygan. Yani ula Allah subhanahu ve teala muayyenleştirgenini muayyenleştirmey ve Allah subhanahu ve teala inkar kıyganını inkar kılmagan. Aksice ula tekabburluk bilen şundak degen. Sure Sad 5. ayetten 7. ayetigice أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. Tercümesi, o nurgun ilahlani bir ilah kılmakçı mı? Bu hakikaten galite iş. Ulanın yani Kureyş'nin kattıları sorunlardan kozgulup çıkıp etti. Sileminla, mebudlarınla ibadet kılışta çın turunla. Bu hakikaten bizden irade kılındığan bir iş. Bunu biz başka bir dinden, yani Nesara dindikilerden anlamadık. Bu fakat uydurmudur. Ula ilahlarımızı hakikaten bir mecnun şair üçün taşlı bitemdik deyişken. Andın Allah subhanahu ve teala bulağa reddiye süptüde Sure Safat 37. ayetide şundak degen. بل جاء بالحق وصدق المرسلين. Tercümesi, hergiz undak emas. Yani iş ulanın böhtan kıygındek emas. O yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hak dinini elip geldi ve peygamberlerini tasdik kıldı. Andın Allah subhanahu ve teala uladın ilgiri ötken kişiler doğrusu da Sure Safat 41. ayetten 43. ayetkice şundak degen. Fakat Allah'ın sadık bendilerine cezağı tartılmaydı. Ula naim cennetide malum rızıktan yani türlük meyvelerden behrimen buludu. Ula hürmetlinidu. Allah subhanahu ve teala yine Sure Neml 89. ayetide şundak degen. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. Tercümesi, yaxşı iş bilen kelgenler kıygan yaxşılıqıdın obdarak mukafatga erişidi. Ula bu günde qo'rqinishdan emin boludu. Sahih Buxariyda Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhudan rivayet qilingan hadisda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şundak degen. Tercümesi, men Allah tarafından elip kelgen hidayet ve ilim zamanға yaqqan mol yağmurga o'xshaydi. Şu zaminda suvni sümürüp nurg'un o't cho'plarni undirdigan munbat yermi bo'ladi. Şu zaminda yana giyohni undirmay, suvni singdirib etmay tutib turadigan tetir yermi bo'ladi.
Kishilar Allohning iltifoti bilan u yerdagi suvlardan ichidi. Uloqlarini va ziroatlarini sug'urishda foydalandi. Yomg'ir yaqqan yana bir qism joylar cho'l bo'lib, ya suvni singdirib etmay tutib turolmaydi, ya o't cho'p undirolmaydi. Mana bu Allah subhanahu va taolaning dinini o'rgangan, men Allah tarafidan elib kelgan hidoyat va ilmdan foydalangan, ondan o'rganganini boshqalarga o'rgatgan kishi bilan uningga parvo qilmagan, men elib kelgan hidoyatni qabul qilmagan kishining misolidir. Sahihul Buxoriy 79-hadis. 4. shart itoat va bo'ysunish. La ilaha illallahning barliq talablariga itoat qilish va bo'ysunish bo'lib, bu itoatsizlikni rad qiladi. Allah subhanahu va taala Sura Zumar 54-oyatida shunday deydi: وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ. Tercümesi: Sizlarga azob kelib, yordamga erishalmaganinglardan burun Rabbinglar tarafga qaytinglar va uningga itoat qilinglar. Allah subhanahu va taala Sura Nisa 125-oyatida shunday deydi: وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. Tercümesi: Yaxshi amallarni qilgan holda yuzini Allohga topshirgan, ya'ni Allohning amriga bo'ysunib, amalini xolis Allah uchun qilgan kishidan yaxshiroq odam bormi? Allah subhanahu va taala Sura Luqman 22-oyatida shunday deydi: وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. Tercümesi: Muhsin, yani yaxshi ish qiluvchi bo'lgan holda ixlos bilan Allohga bo'ysungan odam mahkam tutqiga esilgan bo'ladi. İşlarning oqibati Allohga mansubdir. Bu oyatdagi mahkam tutqu la ilaha illallohdir. Bu oyatning ma'nosi shuki, la ilaha illallohdan iborat mahkam tutquga esilgan odam yuzini, ya'ni o'zini Allohga bo'ysundirdi. Unaga itoat qiladi. Ya'ni u faqat Allohga ibodat qiladigan taqvodor odamdir. Ammo kim o'zini Allohga topshirmasa va taqvodorlardan bo'lmasa, u la ilaha illallohdan iborat mangu sunmaydigan mahkam tutqini tutgan hisoblanmaydi. Allah subhanahu va taolaning tövendeki Sura Luqman 23-24-oyatlardagi so'zlarining ma'nosi mu shudir. وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ. Tercümesi: Kimiki kafir bo'ladigan, onun küfri seni qayg'urga salmasın. Ular bizning dargohimizga qaytidi. Ularga dunyodagi qilmishlarini aytib beramiz. Allah haqiqatan ularning dillardagini bilib turg'uchidir.
ularni dunyodan ozg'ina muddat bahramand qilamiz. Ondan ularni qattiq azobni tetishga majburlaymiz. 5-shart rostchilik. La ilaha illallohda rostchil bo'lish bu xususdagi yolg'onchilikni, kazzoblikni rad qiladi. Bu jihatdagi rostchillik shuki, kishi la ilaha illallohni chin qalbidan chiqarib deyishi, tilida aytqani dilidagi bilan birdek bo'lish kerak. Allah subhanahu wa ta'ala Sura Ankabut 1-oyatidan 3-oyatigacha shunday deydi. Alif Lam Mim أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Tercümesi Elif, Lam, Mim. İnsanlar iman etik deb qo'yish bilanla sinalmay terk etilimiz deb o'ylamdi. Ulardan burun o'tganlarni biz haqiqatan sinadik. Allah imanida rostchilarni cho'qim biladi. İmanida yolg'onchilarni cho'qim biladi. Allah subhanahu wa ta'ala yolg'ondan la ilaha illalloh degan munofiqlar to'g'risida Sura Baqara 8-oyatidan 11-oyatigacha shunday deydi. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Tercümesi Kişiler arasında Allah'a ve ahiret günüge iman ettik degüçüler var. Ameliyette ular iman etmaydı. Yani ağzıda işendik degini bilen köңlüde işenmeydi. Ular Allah'ni ve müminlerini aldamakçı boludu. Hakikatte ular tuymasdan özlerini aldaydı. Ularning dillarida kesel, yani münafıklık ve şekliniş var. Allah ularning kesilini küçeytip etti. Yalgan sözlegenlikleri, yani yalgandan imanni dava kılganlıkları ve Allah'ın ayetlerini meskır kılganlıkları üçün ular qattiq azapqa duchar boludu. Ularga yer yüzüde buzg'unchilik qilmanglar deyilse, biz islah qilg'uchilarmiz deydi. Allah subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de nurg'un joyda, mesela Baqara, Ali İmran, Nisa, Anfal, Tevbe ve baştan ahiri şular to'g'risida to'xtalgan Munafiqun suralarida ularning razil abtubashirisini ichib tashlagan. Sahihul Buxoriy ve Sahihul Muslim'da Muaz ibn Jabal radıyallahu anhudan rivayet qilingan hadisda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem shunday degan:
Kimki chin qalbidan Allohdan boshqa ibodatga loyiq iloh yo'q, Muhammad uning bandisi va rasulidir deb guvohlik bersa, Allah uningga do'zaxni harom qiladi. Bu yerda Alloh subhanahu va taolo la ilaha illalloh degan kishining do'zaxdan qutulishi uchun bu shahodatni chin qalbidan aytgan bo'lishi kerakligini shart qilgan. Agar birov la ilaha illallohni chin qalbidan tasdiqlamasa, uning tilida la ilaha illalloh deb qo'yishining hech qanday foydasi yo'q. Sahihul Buxoriy va Sahihul Muslimda yana Anas ibn Malik va Talha ibn Ubaydulloh radiyallohu anhumadan rivoyat qilingan hadisda Bani Sa'ad ibn Bakr qabilasidan bo'lgan Dammam ibn Sa'laba degan kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan islomning qoidalari to'g'risida so'raganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uningga bu jihatni ko'rsatma bergan. Ondan u, ya'ni Dammam ibn Sa'laba radiyallohu anhu, buningdan boshqani qilishim kerakmi deb so'ragan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam javoban, yo'q, xohlasang nafl amallarni qilsang bo'ladi deb javob bergan. Shuning bilan Dammam ibn Sa'laba radiyallohu anhu Alloh bilan qasamki, men buningdan ortiqmi qilmayman, kammi qilmayman degan. Shuning bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam agar u gapida rostchil bo'lsa, nijotlik topadi degan. Boshqa rivoyatlarda agar u rostchil bo'lsa, jannatga kiradi deyilgan. Bu yerda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uning nijotlik tepishi va jannatga kirishi uchun iymon davosida rostchil bo'lishini shart qilgan. 6-shart ixlos. La ilaha illallohning 6-sharti ixlos. Ixlos solih niyat orqali amallarni barcha shirik dog'laridan tozalash deganlikdir. Alloh subhanahu va taolo sura Zumar 3-oyatida shunday deydi. Ala lillahi'd-dinul xolis. Tarjimasi: shaksizki shirikdan va riyodan sap xolis din Allohga xosdir. Allah subhanahu wa ta'ala sura Bayyina 5-oyatida shunday deydi. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Tercümesi: ular faqat dinni Allah uchun xolis qilgan, haq dinga e'tiqod qilgan holda yolg'iz Allohga ibodat qilishga buyurildi. Allah subhanahu wa ta'ala sura Zumar 2-oyatida shunday deydi. İnna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahu'd-din. Tercümesi: hakikaten biz sana bu kitapni haq bilan, yani haqiqatni o'z ichiga olgan holda nozil qildik. Dinni Allah uchun xolis qilgan holda Allohga ibodat qilgan. Allah subhanahu va taolo sura Zumar 11-oyatida shunday deydi. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahu'd-din. Tercümesi: aytqin ki, men dinni Allah uchun xolis qilgan holda uningga ibodat qilishga buyurildim. Allah subhanahu va taolo sura Zumar 14-oyatida shunday deydi. Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini.
Tercümesi: aytqinki, dinimni Allah uchun xolis qilgan holda unaga ibodat qilaman. Allah subhanahu va taala Sura Nisa 145-146 oyatlarda shundoq deydi: innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. Tercümesi: Munafiqlar çoqum devzaqning eng ostinqi qavtiga, ya'ni qahriga tashlanadi. Ularga hargizmu azobdan qutqizadigan madadkor topolmaysan. Faqat munofiqlikdan tavba qilgan, amallarini tuzatgan, Allohning kitobiga chin yepishgan, dinni Alloh uchun xolis qilgan, ya'ni qilgan amalidan faqat Allohning roziligini ko'zlagan kishilar buningdan mustasno. Ayni shular mu'minlar bilan billa, ya'ni ularning qatoridadir. Allah mu'minlarga oxiratda jannatdan iborat buyuk ajr ato qiladi. Mushu ma'nodagi boshqa oyatlarmi bor? Sahih-ul Buxoriyda rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: qiyomat kuni mening shafaatim bilan eng xo'shal bo'ladigan kishi la ilaha illallohni chin qalbidan yoki vujudidan ixlos bilan aytgan kishidir degan. Yana Sahih-ul Buxoriyda Utban ibn Malik radiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: Allah subhanahu va taala uning roziligini ko'zlab la ilaha illalloh degan kishiga do'zaxni harom qildi degan. Jami' Tirmizida Abu Hurayra radiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shundoq degan: qandaq bir banda cho'ng gunohlardan saqlangan holda ixlos bilan la ilaha illalloh desa, toki shu kalima arshga yetib borguncha osmon zaminning eshiklari uning uchun ochilib turdi. Tirmiziy 3590-hadis. Hasan. 7-shart al-muhabba. Muhabbat, ya'ni yaxshi ko'rish. La ilaha illallohning 7-sharti muhabbat, ya'ni yaxshi ko'rish. Bu la ilaha illalloh kalimasiga muhabbat bog'lash bo'lib, bu o'z navbatida mushu kalimaning talab qilgani bo'yicha amal qilgan, uning shartlariga rioya qilgan kishilarni yaxshi ko'rishni va bu kalimaning talablariga xiloflik qilgan kishilarni o'ch ko'rishni taqozo qiladi. Allah subhanahu va taala Sura Baqara 165-oyatida shundoq deydi: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Tercümesi: kishilardan ba'zilari Allohdan boshqalarni Allohga shirik qilib olib, ularni Allohni yaxshi ko'rgandek yaxshi ko'rdi. Mu'minlar bo'lsa Allohni hammadan bak yaxshi ko'rguchilardir. Allah subhanahu va taala Sura Maida 54-oyatida shundoq deydi: يا
أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. Tercümesi: Ey müminler! Sizlerden kimiki murtad bo'ladigan, Allah uning o'rniga Allah ularni yaxshi ko'radigan, ularmu Allahni yaxshi ko'radigan, mu'minlarga ko'yinadigan, kafirlarga shafqatsiz, Allahning yo'lida jihad qiladigan va malomat qiluvchining malomatidan qo'rqmaydigan bir qavmni keltirdi. Allah subhanahu va taala o'ziga ibodat qiluvchi mu'minlarning uningga bo'lgan muhabbatining texmi kuchli ekanligini bizga xabar qildi. Chunki mu'minlar Allah subhanahu va taolaga bo'lgan muhabbatida uningga hech kimni shirik qilmaydi. Ammo mushriklar o'zlarining Allah subhanahu va taolani yaxshi ko'radiganligini da'vo qilishsa-mu, boshqalarni Allah subhanahu va taolaga shirik qilib olib, shu botil ma'budlarni Allah subhanahu va taolani yaxshi ko'rgandek yaxshi ko'rdi. Allah subhanahu va taolaning bandalarining o'z Rabbini yaxshi ko'radiganligining ifodasi shuki, ular Allah subhanahu va taolo yaxshi ko'rganni o'z nafsi uni xolamagan taqdirdami yaxshi ko'rdi. Va Allah subhanahu va taolo o'z ko'rganni o'z nafsi xohishi shuningga moyil bo'lgan taqdirdami o'ch ko'rdi. Allah subhanahu va taolaning bandalari Allah subhanahu va taolo va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kimni yaxshi ko'rgan bo'lsa, shuni yaxshi ko'rdi. Allah subhanahu va taolo va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kimni dushman tutgan bo'lsa, shuni o'ch ko'rdi. Bu ya'ni Allah subhanahu va taolani yaxshi ko'rguchi banda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergishidi. Uning o'rnaklarini do'raydi va uning ko'rsatmalarini qabul qiladi. Mana bularning hammasi muhabbatning shartlaridandir. Yuqorqi shartlarni hozirlamay turib, muhabbatdan so'z ichish mumkin bo'lmaydi. Allah subhanahu va taolo Sura Furqon 43-oyatida shunday deydi: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. Tercümesi: Aytib baqsangchu, nefs xohishini iloh qilib olgan odamga homiy bo'la olamsan? Allah subhanahu va taolo Sura Jasiya 23-oyatida yana shunday deydi: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. Tercümesi: Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bana nefsi xohishini ilah qilib olgan, Allah azdurgan, haqni bilib turgan, Allah xuluqini va qalbini pechatlab etgan va ko'zini pardalagan odamni aytib bergin. Allah azdurgandan keyin uni kim hidoyat qila oladi? Shu vajdan Allah subhanahu va taologa qo'shib boshqa narsalarga ibodat qilgan har qanday kishi amaliyotda o'z nafsi xohishiga ibodat qilgan, ya'ni nafsi xohishini iloh qilib olgan bo'ladi.
bende sadir qilgan va shu orqali Alloh subhanahu va taologa osi bo'lgan har bir gunohning sababi Alloh subhanahu va taoloning buyrug'iga bo'ysunib, uning cheklamalaridan yenishning o'rniga o'zining nafsi xohishiga bo'ysunganlikdir. Alloh subhanahu va taolo o'zi uchun yaxshi ko'rish va o'zi uchun o'ch ko'rish haqida Sura Mumtahina 4-oyatida shunday deydi. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Tercümesi İbrahim ve onun bilen billi boğalla yani müminler sizlerge hakikaten obdan namunidir. Öz vaxtida ula kavmige hakikaten biz sizlerden ve sizler Allah'ını koyup ibadet kılıvakan nesillerinlerden ada cüdamız. Bizning aramızdaki adavet ve öçmellik ta ki sizler yalğız bir Allah'a iman etkinliğe kadar ebedi saklanıp kalıdı dedi. Allah subhanahu ve teala Sure Mücadele 22. ayetinde şundak deydi. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. Tercümesi Allah'a ve ahiret günüge işinidigan bir kavmning Allah bilen ve onun peygamberi bilen karşılaşkanlarını, ularning atılları, oğulları ya qerindaşları ya urug' tuqqanlari bo'lgan taqdirdimi do'st tutqanligini ko'rmaysan. Ya'ni ularni do'st tutishi mumkin emas. Allah ana shularning dillarida iymonni mahkam qildi. Allah subhanahu wa ta'ala Sura Maida 51. oyatida shunday deydi. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. Tercümesi Ey müminler! Yahudi ve Nasaralarni dost tutmanglar. Ular bir-birini dost tutudu. Sizlerden kimiki ularni dost tutudigan, umu ana shulardan sanılıdı. Allah subhanahu ve taala yana Sura Tevbe 23-24 ayetlerinde şundak deydi. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها
أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Tercümesi: Ey müminler! Eğer atıllarınlar, kırındaşlarınlar imandan küfrünü artık görse, küfrüde mahkem tursa, ularını dost tutmanglar. İçinladın kimler ki ularını dost tutudiken, ular zalimlardır. Yani ulağa okşaş müşriktir. Çünkü müşriklikке razı bolgan adam mu müşrik hesaplanıdı. Eytqin ki, eğer silenin atangla, oğullarınla, kerindaşlarınla, xotunlarınla, uruk tuqqanlarınla, hem de uladın başkala, tapkan pul mallarınla, akmay qilishidin korkkan ticaretinla, yaxşı görüdigan öylerinla, sile üçün Allah'tın, Allah'ın peygamberidin ve Allah'ın yolida cihad qilishtin mu söyümlük bolsa, u halda sile ta ki Allah'ın emri gelgiçe kütünlar. Allah fasık kavmini hidayet kılmaydı. Allah subhanahu ve teala Sure Mumtehine 1. ayette şundak deydi. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. Tercümesi: Ey müminler! Mening düşmanimni ve silenin düşmanınlarni dost tutmanglar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemge ergishish. Allah subhanahu ve teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemge ergishishning shartlari to'g'risida Sure Ali İmran 31. ayetida shundoq degan. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Tercümesi: Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem! Ulağı aytqin ki, eğer sizler Allah'ını yaxşı görsenglar, bana ergişinglar ki, Allah sizlerni yaxşı gördü. Günahinglarni mağfiret kılıdı. Allah en mağfiret kılgıcıdır, en mehribandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şundak degen. Tercümesi: Kimde 3 xislet bolsa, o imanın halavatını tetigan boludu. Ula Allah ve onun peygamberi onunla başka hemmedin söyümlük boluşu. Birovni yaxşı görse, fakat Allah uchunla yaxşı görüşü ve küfrıga yenişni o'tqa taşlangandan mu bek yaman görüşüdür. Sahih Bukhari ve Sahihul Muslim da Enes radiyallahu anhu'dan rivayet kılınan hadis. Şundaqla İmam Bukhari ve İmam Muslim Enes ve Ebu Hureyre radiyallahu anhumalardan rivayet kılgan hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şundaq degen. Men silerdim biringlarga onun oğludun, dadısıdın ve barlık insanlardan söyümlük bolmagıca o iman etkan bolmaydı. Eğer Allah'ın bendisi Allah'ın buyruğuna boysunup Allah çekilgen nersidin yirak tursa, gerçe nefsi onun eksini arzu kıygan takdirdi mu, o hakiki mümindir. Bir sahih hadiste imanın en müstehkem tutkusu Allah üçün yaxşı görüş ve Allah üçün öç görüştür deyilgen. Ama devrimizde umumlaşkını dünyavi işla asasıga oruntilgan qerindaşlık bulup, bunda qerindaşlık ve yaxşı görüşle sahibiga hiç qandaq menfaat elip kelmeydi.
salaf solihlardan imom Hasan al-Basri rahimahulloh va boshqalar shundoq degan. Ba'zi kishilar o'zlarining Alloh subhanahu va taoloni yaxshi ko'radiganligini da'vo qilishidi. Alloh subhanahu va taolo ularni Sura Ali Imron 31-32 oyati bilan sinadi. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Tercümesi: Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ularga aytqin ki, agar sizlar Allohni yaxshi ko'rsanglar, menga ergishinglar ki, Alloh sizlarni yaxshi ko'rdi. Gunohinglarni mag'firat qiladi. Alloh eng mag'firat qilg'uchidir, eng mehribondir. Aytqin ki, Allohga va payg'ambarga itoat qilinglar. Agar ular itoat qilishdan yuz o'risa, Alloh kofirlarni yaxshi ko'rmaydi. İmam Buxoriy rahimahulloh shundoq degan. Muhammad ibn Sinan bizga Falqdan, u Hilal ibn Alidan, u Ata ibn Yasardan, u Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilib aytdiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ummatimdan rad qilg'uchilardan boshqa hammasi jannatga kirdi deganda, sahobalar: "Ya Rasululloh, kimmi jannatga kirishni rad qilsin?" deb so'ragan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam javoban: "Kimiki menga itoat qilsa jannatga kiradi. Kim menga itoatsizlik qilsa rad qilgan bo'ladi" degan. Sahihul Buxoriy 7280, Musnad Ahmad 361'de 2. numaralı hadis. İmam Buxoriy aytadiki, Muhammad ibn Ubada bizga shunda xabar berdi. U Salimdan, u Said ibn Minadan, u Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qilgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uxlayotganda ba'zi farishtalar uning yeniga keldi. Ularning ba'zilari u uxlayotdi desa, yana ba'zilari uning ko'zi uxlayotdi, lekin qalbi uyg'oq deyishdi. Shuning bilan ular o'zaro sizlarning bu hamrohinglar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam to'g'risida bir misol bor deyishdi. Ondan ulardan ba'zilari undaqda uningga misol keltiringlar dedi. Ulardan ba'zilari yana u uxlayotdi deyishsa, ba'zilari uning ko'zi uxlayotdi, lekin qalbi uyg'oq deyishdi. Shuning bilan ular bu odamning misoli bir qasr bino qilib, ondan shu qasrda ziyofat hozirlagan va bir chaqirg'uchini kishilarni taklif qilishga avatgan kishining misoliga o'xshaydi. Kim taklif qilg'uchining taklifini qabul qilsa, qasrga kirib ziyofatdan yeydi. Shundaqla kim taklif qilg'uchining taklifini qabul qilmasa, qasrga kirmaydi va ziyofatdan yemaydi deyishdi. Ondan farishtalar uning tushunib olishi uchun bu misolni uningga tushuntirib qo'yinglar deyishdi. Ulardan ba'zilari yana u uxlayotdi deyishsa, ba'zilari uning ko'zi uxlayotdi, lekin qalbi uyg'oq deyishdi. Ondan ular shundoq deyishdi. Qasr jannatdir. Chaqirg'uchi Muhammad sallallohu alayhi va sallamdir. Kim Muhammad sallallohu alayhi va sallamga itoat qilsa,
Allah'a itaat qilgan bo'ladi. Kim Muhammad sallallohu alayhi vasallamga itoatsizlik qilsa, Allah'a itoatsizlik qilgan bo'ladi. Muhammad kishilarni ayirdi. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam elib kelgan shariat orqali yaxshi bilan yomon, mu'min bilan kafir ayriladi. Sahihul Jami 2465-numur İmam Buxoriy va Imom Tirmiziy rivoyat qilgan. Bu yerde şu narsani bilishimiz kerakki, Muhammad Allohning elchisidir degan shahodat qo'shilmaguncha La ilaha illalloh degan shahodat komil bo'lmaydi. Ya'ni shu narsani bilishimiz kerakki, Allah subhanahu va taala yaxshi ko'rganni yaxshi ko'rib, Allah subhanahu va taala o'ch ko'rganni o'ch ko'rmagicha Allah subhanahu va taolani yaxshi ko'rish mukammal bo'lmaydi. Allah subhanahu va taolaning nimalarni yaxshi ko'rib, nimalarni yomon ko'radiganligini bilishning birdan bir yo'li Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning buyruqlariga bo'ysunib, cheklamalardan yenishdir. Shu vajidan Allah subhanahu va taolani yaxshi ko'rish, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni yaxshi ko'rishni, uningga iymon keltirishni va uningga ergishishni taqozo qiladi. Shu sababdan Qur'oni Karimdagi nurg'un oyatlarda Allah subhanahu va taolani yaxshi ko'rish, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni yaxshi ko'rishga bog'langan. Masalan, Allah subhanahu va taolo Sura Tavba 23-24 oyatlarda o'qib o'tganimizdek tarjimasi: Aytqinki, agar sizlarning otanglar, o'g'illaringlar, qarindoshlarыңlar, xotinlaringlar, urug' tuqqanlaringlar hamda ulardan boshqalar topgan pul mollaringlar, aqmay qilishidan qo'rqqan tijoratinglar, yaxshi ko'radigan uylaringlar sizlar uchun Allohdan, Allohning payg'ambaridan va Allohning yo'lida jihad qilishdanmi so'yimlik bo'lsa, u holda sizlar toki Allohning amriga kutinglar. Allah fasik qavmni hidoyat qilmaydi. Mushu nuqta ta'kidlangan boshqa nurg'un oyatlar bor. Elhamdülillah. Barcha hamd sana Allohga xosdir. Allah subhanahu va taolaning rahmat va salomi oxirgi payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamga, uning oilasiga, sahobalariga va qiyomatgacha uning hidoyatiga ergashganlarga bo'lg'ay. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.